Mana bo'ldik. Unaqa yopilmaydi. Umumiy bino bu bunaqa mashina ko'rganmisan? Mana bunaqa yopiladi bu. Ha, mana bir paytlar minganman. Minganmish. Mana O'zi bu juda ham zo'r ekan. 1 tonna tortadi deyapsiz, ha, zo'r ekan. Bozorda arava tortamanda bir tirikchilik uchun olma. Ha, shuni sal kelishtirib qilib bering. To'g'ri tushdik. Bu 1 tonnalik, yarim tonnaligini bering, narxi ham arzonroq. O'zi arzon narxda beryapmiz. 12 ta bo'layotgan biz chiqaramiz. Golf kar, skuter, velosiped. Avlan changlarni artib chiroyli tozalab qo'yinglar. Har bir kelgan mijozni xursand bo'lib ketishi kerak. Ha, shuni bir xo'jayiningizdan bo'lsa ham arzonroq qilib so'rab bering, Mayli, iltimos. sizni sharoitingizni tushundim. Mana xo'jayin do'stlari kelib qoldi. Sizdan mijozlar doimo rozi bo'lishi kerak. O'rtoq, assalomu alaykum. Qaysi shamol uchirdi? Bormisan? O'rtoq, kandasdan sal noxolis qildim. Agar kechira olsang, meni kechirgin. Ha, to'ylaringizda xizmatda bo'lamiz. O'tir og'ayni. Sizdek odamlar bilan ishlashganimizdan xursandmiz. Sizni to'yingizda boru axborotga ham o'yinga tushaveramiz, nima deyapsiz? Boramiz to'yingizga, xudo xolasa. Mayli. Ha, xo'p. O'rtoq, yosh katta odamlardek bo'lyapchilar, o'shalar bilan gaplashyapti. Qaysi shamol uchirdi? Nima gaplar o'zingda? Jo'ra, seni shamoling uchirdida. Yaxshigina o'ylab qo'ygan biznes rejam bor edi. Shunga ozgina moddiy yordaming kerak edi. Ha, shu ozgina ishing yurishib qolsa, hamma ishingni taqillatib kelib qarz so'raverar ekanda. Bir ishing yurishmasin ekan. Pul yo'q emas, bor. Lekin boshqa joydan harakating ko'rib, meni ishim ko'proq edi. Jo'ra, Keyin gaplashamiz, ha? Ha, uzilib qoldimi? Ha. O'taman to'yingizga, xudo xolasa. O'zim xizmatda bo'laman. Ha, o'rtoq, bir narsani unutma. Tobut bilan kresloni egasi bo'lmaydi. men qara aqllichilik qilma, sen kim eding, gaping nima bo'ldi? Yo'qol. Men bugun uyga bormayman xullas. Men qara, nima bo'ldi? Xo'jayin, ko'nglingiz xotirjam qilavering. O'smalar bilan dacha hammasi tayyor. Mashinani tayyorlab bo'lmasa ketamiz bo'lmasa. Xo'p bo'ladi. Yo'q, qo'ysangchi o'rtoq, sen o'shanda zo'r dars bergansan. Hozir mana Shiddat brendiga asos soldim. Hozirda do'konlarning sonini 6 taga yetkazdim. Butun respublika bo'ylab dastavka xizmatlarim bor. O'rtog'im xohlaganini qilib beringlar. Pulni olib o'tirmanglar. Xo'p, xo'jayin, aytganingizdek bo'ling. O'rtoq, kir, choy qilib beraman. Eshigim har doim sening uchun ochiq.